ең бірінші 30 үйді бесплатный реклама істеп беремін. Davomida sizlar uchun makler xizmati bесплатный xizmat ko'rsatadi. Al olay bo'lsa aziz do'stlar, Qo'ng'irotda Sake maklerda ham legenda o'zimizning Po'lat og'amizda 1 oylik o'zining bесплатный reklamasini qilib o'tirgan bo'lsa, ulardan bizde qolmagan holda o'zimizning 10 kun yomasa 15 kun ashun sifatida bara bizde 1 oy bесплатный reklama isteuga жағдайым жетеді. Яғни Qo'ng'irot қаласы бойынша сатылатын har qanday uyingiz, ijaraga beriladigan har qanday жер орын yomasa здание, имараттарыңыз болса, kvartiraga beradigan uy-joylaringiz болса, Qo'ng'irot uy-joy kanalına xabarlasаңыз, mына Usmanda ko'rib turgan Telegram ham telefon nomerlariga xabarlassangiz, qo'limizdan kelgancha moshni etib uyingizda reklama qilib satib beruga harakat etamiz. Al olay bo'lsa aziz do'stlar, bu Qo'ng'irotimizding parkning hozirgi vaqtda ko'rinishi елбашымызға ham Qo'ng'irot rayoni hokimchiligini o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sebebi hozirgi vaqtda Qo'ng'irotimizning parki ham Qo'ng'irotda bir talay o'zgarishlar olib borilyapti. Olay bo'lsa, bu videoni aziz do'stlar, Qo'ng'irotchi do'stlarga jiberamiz. Sog' bo'ling.